Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Madinada qancha odamlar qolishgan ular. O'sha Madinadagi qolgan odamlar biz bilan birga biz sayr qilayotgan joylarda ular ham sayr qilishyapti. Bizni vodiydan o'tsak, ular ham vodiydan o'tyapti. Magaram siz bilan biz bilan birga ular. Lekin marazlik uni ushlab turibdi. Ya'ni kasal bo'lib qolishgan. Niyatlari da bor edi. Ularning niyatlari shu jihodga, g'azvaga kelishlik edi. Lekin marazlik, kasallik bo'lib kelolmay qoldilar. Yana bir rivoyatda sharakukum fil ajr. Sizlar bilan ularning ajri barobar. Sizlar hozir shuncha yo'l bosib jihodga Allohning yo'lida chiqib keldilaring. Ular Madinada qolgan bo'lsa ham, ular shu ajrga sizlar olgan ajrni ular ham oladilar. Chunki niyatlari chiqishlik edi. Lekin ularni shu kasallik ularni olib qoldi, chiqisholmay qolishdi dedilar. Bismillahirrahmanirrahim. Yana bir hadis an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radiyallahu anhu va huwa abuhu va jadduhu sahabiyun. Bu hadis ham Yazid degan Ma'anni otasi shu Ahnasni otasidan rivoyat qilyapti. Bularni otalari ham, bobolari ham hammalari payg'ambarimizning sahobalari bo'lgan ekanlar. Qala kana abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawadaha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa'akhaztuha fa'ataytuhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معان. رواه Buxoriy. Shunda Yazid bir qancha dinorlarni Allohning yo'lida sadaqa qilaman deb masjidda o'tirgan bir odamni oldiga qo'yibdilar. Qo'ysalar, o'g'illari ko'rib buni otalari ketgandan keyin borib shu nimani sadaqa qilgan otamning nimasini bergin desa, daroma deb beribdi. Bergandan keyin uni olib kelganlarida otalariga aytibdilarki, mana men olib keldim. Sen Allohga qasamki, men seni iroda qilganim yo'q edi. Uni boshqa faqir fuqarolarga, miskinlarga bersin deb sadaqa qilgandim. Senga qilganim yo'q edi buni deganlarida o'g'illari menga ham hojatim bor edi deb shu yerda otalari bilan davolashib, shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishibdilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qazovat qilib, ey Yazid, sen niyating nima edi? Ha, o'sha niyatingga yarasha sen olding. Sen o'sha dinorlarga sen egasan, boravergin deb jo'natib yuboribdilar. Ya'ni har kim niyati nima bo'lsa, ya'ni bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, ota masalan bola uchun qilgan masalan ehsoni sadaqa o'rnida birov boshqalarga qilgandan ko'ra yaxshiroq ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q, olmagin, bu otang boshqalarga sadaqa qilgan demadilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, inson sadaqa qiladigan bo'lsa, o'sha o'zini ahliga, o'zini avlodlariga, o'zining nabirasiga bu ko'p yaxshi ekan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni Yazid, seni niyating yaxshi edi, o'sha niyatingga yarasha Alloh ajr beradi. Men sen olgan dinorlarni ham ishlataverding, senga halol dedilar. Bu hadisdan ham ixlos, niyatni yaxshiligi va albatta zarurligini bayon qildilar. Xo'p, bugungi hadisni ham yodlab o'rganaylik. Inshaalloh keyingi darsimizda yana shu ixlos, niyat xususidagi hadislarimizni yana aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.